Hoy futbologer o'sinjonlar. Tren chiqaraverib charchamadinglarmi? Sizlarga yetib ola qolay deb kunda narsa pishirsam ham yetolmayapman. Keshulidan orqada qolmay deb skоворodkadagi pirogga manam qilib ko'rdim. Lekin to'g'risi ozgina ekonomam qildim. Hamma ikkita tuxum chaqsam, ham bitta tuxum chaqdim. Yarim piyla shakar, yarim piyla sut soldim, bir osh qoshiq kakao va yarim piyla yog' soldim. Bir choy qoshiqda razin xinsilni ham solib yaxshilab aralashtirdim. Bitta katta piylada unni solib yaxshilab aralashtirib xamir holiga keltirib oldim. Skоворodkani yog'lasham shart ekan. Qopqog'ini yopdim-u, gazga pishirishga qo'ydim. Lekin pishgunicha skоворodkani qopqog'ini 80 marta ochdim shekilli. Pishganini esa shunaqa cho'p tiqib tekshirib ko'rdim. Ustini ham hamma qatori shunaqa ganaj bilan bezatib oldim. Kesishdan oldin laganga ko'tarib oldim-u, ne ko'z bilan ko'rayki. Skоворodkani ichi bir ahvolda. Tovani gazga qo'ydim-u, suv qaynatib, ichiga bir osh qoshiq akvamarin отбеливательdan sovardim. Reaksiyaga kirishganidan keyin bo'sh qaynamasin deb qoshiq vilkalarni ham solib qo'ya qoldim. O'rtoqlar, qoshiq vilkalardan chiqayotgan yog'larni qaranglar. Keyin qolgan suvim ham uvol bo'lmasin deb shunaqa menajnitsaladim. O'zimni chaqqon kelinim akvamarindan aylaning, skоворodkalarim oppoqqina bo'ldi-ya. Dedim-u, kofeni damlab shirinligimdan kesib mazza qilib yeb oldim. Sizlarga ham yoqimli ishtaha.